qaranglar, avtomobil sohasida unaqa mutaxassis emasmiz. Lekin hozir bir do'konga kirdik. Huawei'ga rasmiy do'kon ekan. Demak, buni o'zini avtomobillari ham bor ekan. Elektromobillarni ko'rdik. Stend qo'ygan. Mana avtomobilida ichida nimalar borligi haqida informatsiyalar berib qo'ydi. Qaranglar. Ham informatsiyalar bor. Bu yoqda mana yana diskalarigacha qo'yib qo'ygan. Diskalari, mana ranglar. Keyin avtomobilning o'zi ham yangi chiqqan modellari hammasi turibdi. O'tirib bemalol ishlarini ko'rib, oilangiz bilan hamma mana bir narsa demidi, kelib kimda tegmagan, bog' bo'ladi, uy bo'ladi, ofisga gap so'zda yo'q. Hamma kelib bemalol mana oilasi bilan ko'rasizlar. O'tirib, minib ko'rib ketaveradi. Va mana hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, videoda sal oldinroqda artib qo'yapti. Bo'ldi. Ularning vazifasi shu. Kelgan klientlar oladimi, olmaydimi? U birinchi darajali nima emas, mavzu emas. Asosiysi kelib ko'rib, baho berib ketishsa bo'ldi. Mana. Shunaqa bo'lishi kerak, to'g'ri? Nima deysizlar? Men shunaqa deb o'ylayman. Endi konkurensiya bo'lsa shunaqa bo'lsa kerak, balki.